Elon Musk o'zida reklama qilib o'zi yashayotgan ko'chma uylarni bitta obzorini qilib beraman. Juda ko'pchilikka zarur bo'layotgan konteynerdan qilingan uylar. Bu akam Andijonda yagonalardan bo'lib, xuddi shunaqa konteynerdan ko'chma uy, ofis, do'konlar yasash bilan shug'ullanadi. Ko'ngilingizga qarab, xolasiz 12 metrda butunlicha yasab beradi, xolasiz 6 metr, xolasiz 3 metr qilib yasab berishadi. Xonaning ichini sizni nozik ko'ngilingizga qarab apishka qilib berishadi. Xolasiz OSB, xolasiz bunaqa panel, pol qismi bu o'zini poli, ustiga xolasiz gilam, laminat, parket, xohlagan uslubingizda chiroyli qilib yasab berishadi. Konteynerni 4 ta duvalni o'rab qo'yish emas, siz xohlagan katalog bo'yicha ishlaringizni qilib berishadi. Bu akamizga mana zakazda bu yoqqa ikkita sanuzel, nariyoqqa kuxnya qilib bergan. Kuxnyasini ham bitta ko'rsatib beraman. Bu holati oshxonaga moslab berishgan. Xuddi shunaqa qilib suv sistemalarini ham chiroyli qilib jihozlab berishgan. Qurilish jarayonini bitta ko'rsatib o'taman. Yon qismiga 3 xil mahsulot bor. Xohlaganingizni qilib berishadi. Bu mahsulotlarni ham hozir ko'rsatib o'taman. Duvalga ishlatiladigan mahsulotlar, xolasiz to'kay, mivata, stiklavata. Endi bularni hammasini birdaniga yopishtirib beradigan bo'lsangiz, qishda вообще komfortni maza qilasiz. Bitta zajgalkani o'tiga isinib o'tiraverasiz. Eshigi ham sizni talablaringizga qarab, xolasiz shunaqa katta temirli, xolasiz plastikoviy, xolasiz akva alyuminiydan qilib berishadi. 2 etaj desangiz 2 etaj, 3 etaj desangiz 3 etaj sizga mobilniy dom qilib berishadi. Bu aka faqat konteynerdan uy yasash bilan emas, balki pustoy konteyner kerak bo'ladigan bo'lsa, konteynerni o'zini ham sotaveradi. Yer yuzi bo'yicha aka kelishilgan holatda uylarda mobilniy domlarni dastavka ham qilib berishadi. Moloxor, qo'yoxor, arava, любой temir detallarda Andijon bo'yicha aka birinchi qo'l hisoblanar ekan. Nomerlarni qoldirib qo'yaman, bemalol telefon qilib aka xizmatingiz bo'ladigan bo'lsa, xuddi shunaqa mobilniy uylarda olsangiz bo'laveradi. Xo'p, maylisi yo'q, kish betdan ketamiz. Maylisi yo'q hozir. Mana bu akalarimni ko'ring. Malades. Men bularni ko'rib zavqlanyapman, maza qilyapman. Ko'cha tilida kayf qilyapman degandek. Mana bu kishimi kattasidan olib keldik. Hozir kelib tushdi. Bu yoqqa kichkina mana undaqa olgan edi o'zi 90 ga 90, 70 ga 70. Mashinalarni o'rnatib olsak bo'ldi, xudo xolasa. O'rnatib bilan jo'jani zakaz qilaveramiz ekan. Iloji yo'q ekan, yasab olish oson emas ekan bir kishi uchun. Usti ol degan xayol bo'lishi mumkin. Ishaning nariga xonani qurayotganimda yaqin 6 million xizmat haqqini ekonom qildim. 6 million bu $500 hazil ekan. $500 oyiga topolmaymiz biz. Ekonom qildim. Bu yoqqa bundan ko'ra katta bo'ldi-yu, bundan ko'ra ko'p gipsa karton ketdi. Bir dona gipsa kartonda o'rtacha 100 ming, 150 ming qatirishar ekan ustalar. Ustidan shaxsan borib so'radim-da, lekin 40 ta gipsa karton qatirildi. U degani o'sha gipsa kartonda 4 million ekonom qilib bo'ldim, xudoga shukr. Balki hayoldan o'tishi mumkin, usta chaqirsam bo'ladi-yu, jimotlik qilmaydi. O'sha pulga undan ko'ra broiler olamiz, yana bir narsa olamiz. Hozir kiyimga etapimizga tayyorgarlik qilyapmiz, xudo xolasa. Uni yo'l-yo'lakay aytaman. Endi oktagonni tomosha qilamiz, tamom. Ha, hozir kim urushashga harakat qilyapti? Bo'zagimiz. Vasila. Yo'g'ratda bular bor. Bu akalarim cho'milish bilan bor. Xullas, men qarang bularni maza qilib tomosha qilasiz ekan olganingizdan keyin. Bugungi kungacha pateriya xudoga shukr bo'lmadi, iloyim bo'lmasdan. Shu 12 taligacha turibdi. Qarang, g'alati ovoz chiqaryapti-da bu. Deb tushunmayapman. Ichi boshqacharoq-da bu. Mashq tortib o'tamiz. Endi bitib ketadigan narsa просто bir kishiga jicha qiyinroq bo'ladi. Aytgancha, ukam konditsioner bilan shug'ullanadi. Ishlarini tashab ketdi. Alloh barakasini bersin ishlarini. Ishini tashab ketdi. Sharxon bo'yicha konditsioner xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, yonma-yonni qoldirib qo'yaman. Chempion, bu tajribali. Ko'tar, davay. Andijonda ham bo'lsa qilib berishaveradi bor, xudo xolos, sheriklari bor-ku. Ikkitani yonbosh qilib olib kelinglar. Yangi qo'shilgan kukalarimiz bu joy nimaligini bilmay qolishi mumkin. Shunga bu molxonaga kurka biznesi uchun mana shunaqa boks qilyapmiz, xudo xolasa. Nasib bo'lsa 70% ishimiz bitdi bu yerda. Ukalarim kelib ko'z tegmasa ancha ishimiz oldiga yurib ketdi. Hozir mo joyi qoldi va eshigi qoldi. Va maytlarga derazachalar qilinadi. Xudo xolasa. Xo'p, nasib bo'lsa endi ertagalikka suv oxiri va yem oxirlarini ham qilib kurka biznesiga juda ham katta qadam tashladik, xudo xolasa. Yaxshi bo'ladigan bo'lsa davom etamiz, yomon bo'lsa ham biroz aytamiz. Maqsadimiz shu molxonadan, shu bo'sh yotgan agorodlardan unumli foydalanish. Bu ham yomon biznesga o'xshamayapti, qilishyapti-yu, biz ham qilamiz, inson qilganda inson qiladi, xudo xolasa. Hamma plyus minuslarini odatda tushuntirib boraman. Nasib bo'lsa juda ham katta proyekt boshlaganmiz. Bularni ham bo'lishib boraman. Deyarli bitta, nasib endi ertagacha qolganlarini ham chiroyli qilib bitirib, ertaga yem oxirlarini qilayotgan paytda ham bitta chiroyli obzorini qilib beraman, xudo xolasa.